Terma jamoasiga qarshi o'yinlarda 25 yildan buyon g'alaba qozona olmayotgandingiz. Fransiyani yengganingizda esa bu seriya 21 yilga teng edi. Ehtimol endi Ispaniyani yengish vaqti ham kelgandir. Buni ko'ramiz. Biz faqat g'alaba haqida o'ylayapmiz. Har bir o'yinning o'ziga xos tarixi bo'ladi. Biz Germaniyani uzoq yillar davomida yenga olmaganimizni bilardik. Ammo tarix o'zgaradi. Yangi sahifalar yoziladi. Biz bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Umid qilamanki, ertangi kun Portugaliya uchun omadli bo'ladi. Biz finalda zafar qucha olamiz. Bu oson bo'lmaydi. Qishloqqa qayt. O'z qurollari bor. Biz maydonga ijobiy kayfiyatda chiqamiz. Biz g'alabaga ishonamiz va oxirigacha kurashamiz. Cristiano Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Balodan, qazodan, dardimiz davodan, zo'rsiz xatodan asrasin Xudoyim. Senda ham hech narsaga qo'l urging kelmaydigan kunlaring bo'ladimi? Masalan, jurnalistlarning savollariga ham javob berishni istamaydigan kunlar. Ha, bugun ham men javob bermoqchi emasman. Hozir. Albatta, shunday kunlar bo'ladi. Do'stim bor. Hammaga tegishli. Eslatadi bolalikni. Ba'zi kunlar yaxshi Bir o'tadi. do'stim bor, o'rgatadi donalikni. Ba'zida shunchaki gaplashging kelmaydi. O'rgatadi donalikni. Bu hayotning bir qismi. Men har doim shuni maqsad qilganman. Agar yomon kayfiyatda uyg'onadigan bo'lsam, uni ko'tarishning biror yo'lini topaman. Butun hayotim davomida shu tamoyilga